Yangi Mazda Bispravik Lisyang Li9 izlayotganlar uchun 2025-yilda ishlab chiqarilgan Premoy nomingizga chiqayotgan Lisyang Li9 Ultra'ni qora saloniga kelib qoldi. Akalar, yangi mashina. Notariusga borib, bankdan shot oshirib, umuman unaqa narsasi yo'q. Noborat 1 million 600 ming so'm sizga ekonoma bo'ladi. Premoy nomingizga chiqadi. Endi 40 bo'lib, xo'p, двойной pnevma podviskalarda Michelin balonlar, top-toza mashina, razrujnoy parog, elektronniy paroglar, o'sha lidar, hamma narsasi bor. Yangi mashina, salafanlar bilan turibdi. Abduf Abagriyev massaj, kuti takni ham massaj qiladi ultralar. 49 kilometr yuribdi. Hidab displey 240 kilometr to'kib yuradi. Restyling bilan farqi shu, 280 ga 240. Mana bunaqa ranglarda ozgina ajuguja nimalari bor, o'zgartirishlar bor. Qolgan hamma narsasi bir xil. Xolodilnik, hatto monitor orqasida o'sha 7 kilovatlik original zaryadniklarigacha bor. Bu mashinalar hozir 67 ming sotilyapti. Komplektatsiya to'liq, mashina tayyor sotuvda, narxi 64900. Akalar, ulgurib qolinglar. BYD o'z kanalidan maza qilib videolarga jo'natib qo'yinglar, bosinglar.